katta xato. Yo'q, aravani shaqillashiga ishlab yurgan. 200% o'sish ko'rganmiz. Ijodingiz davomida qilgan eng yomon 3 ta xato haqida aytib bera olasizmi? Hamma narsaga o'zim ulguraman degan xatoyim yo'q. Pul chiqadimi, chiqmaydimi, xodimlar har doim o'zini oyligini olishi shart. Hozir Reels alohida, Stories alohida. O'zbeklarning erkaklari ham, ayollari ham riskovaniyroq. Noila Usmonova plagiat qilganmi? Sizga pul kerak? Yo'q, ko'chirmayman deb chiqarib yormaysiz. Mana qarang, jahlingiz chiqdi, qo'lingizga nima keladi? Yo'q, shunaqa. Yo'q, to'g'risi, nima keladi? Kimga borib nimani dokazat qilasiz? O'zingizni topganingizdan keyin sizdan ko'chirishni boshlaydi. Mana shu plagiat mana qabul qilgan bizning foydamizga ishlayapti. Affirmatsiya aytasizmi, vizualizatsiya qilasizmi? Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishni va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas, bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimli, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumning 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi Fashion Forum doirasida olinayotgan intervyuimizda Noila Usmonova, Silhouette brendi asoschisi, showroomlarga mehmonga keldik. Assalomu alaykum Noila opa. Sizga bir nechta savollarimiz bor. Bugungi savollardan javoblaringiz orqali yangi dizaynerlarimizga, endi biznesini boshlayotgan dizaynerlarimizga manfaatli va kerakli bo'ladigan tajribani, bilimlarni olamiz deb o'ylaymiz. Savollarni boshlayman. Faoliyatingizni qachon boshlagansiz va hozirda ish faoliyatingizda nechta xodim ishlaydi, komandangiz qanaqa, obyemingiz qanaqa? Ozgina shu haqida tushuntirib bersangiz. 2013-yilda boshlaganman. Oddiy, kichkinagina 2 ga 4 lik joyda atelier. O'sha payt o'zim magistraturada o'qirdim Tashmida. Lekin shu ichimda nima desam ekan, shuni qilmasam bo'lmaydi degan olov bilan shu qarz olib, shu kichkina atelyechadan boshlab alhamdulillah hozirda menimcha akademiyamiz bilan birgalikda 200 ga yaqin xodimlar ishlasak kerak. 200 ga yaqin xodimlar. Balki undan ham ko'pdir. Filiallaringiz qancha? Filiallarimiz hozir Samarqandda qoldi, Toshkent shahrida 5 ta. Toshkent shahrida 5 ta ochishi ma'nosi bormi? Noila opa, men masalan viloyatlarda ko'proq deb o'ylardim. Ozgina shu haqida bilim bering. Toshkent shahrini o'zi, bilasizmi, men hozir marketing haqida, atelier marketingi haqida hammada masalan bir xil fikrlar bor-ku, men aytamanki, Toshkent shahrini o'zini 5 ta tumanida mijozimiz 5 xil narsa xohlaydi. Hayron qolarli darajada Yunusobod klientlarimiz umuman boshqa modellar, narxlar balandroq. General Uzoqov filialimizda umuman boshqacha modellar, ularga podxod boshqacha. Bir filialimizda ham umuman boshqacha modellar va boshqa qimmatroq narxlar. Hayron qolarli tomoni, har bitta do'konimizda o'zini mijozlari bor. Men aytmoqchi bo'lganim, hozirda уже biznesni boshqarish bo'yicha ancha o'zgarishlar kelyapti. Biz baribir prognozlar, biznes boshqaruvi bo'yicha umuman atelier biznes emas, umumiy biznes haqida aytadigan bo'lsak, baribir prognozlar bo'yicha chet el tajribasiga qarab ketyapmiz. Bu tajriba masalan katta brendlar qoladi, o'zini marketingiga, biznes rivojiga pul tikkanlar va ko'pchilik kichkina nimalar, bizneslar xodim sifatida, nima sifatida kattaroq pul topa oladi. Keyinchalik bu mana shu 5-10 yil ichida bo'ladigan narsa deb o'ylayman. Undan tashqari hozirda
baribir xarajatlarni optimallashtirish ko'proq nima qilyapti-da, hamma xarajatlarni optimallashtirishga harakat qilyapti. Sizni masalan bitta yagona filial qilib, o'sha hamma mijozlaringizga optimal variant bera olsangiz, xarajatlaringiz qisqarmaydimi? Menga bu prosta mana men sizga aytaman. Men umuman biznes ledi sifatida qaraydigan bo'lsangiz, men umuman pul hisob kitobini ham qayerda men foyda ko'raman, qayerda xarajat qilaman men bilmayman. Bu katta xato. Yo'q. Endi qarang, eshiting. Men prosta meni niyatim, masalan, orzuyim mana shunaqa masshtabirovost qilish bo'lgan. Lekin mana shu hamma narsani hozirga kelib xo'jayinim biladi. Xo'jayiningizlar hisob kitob qiladilar. Albatta. Ha, hisob kitob qilmaslik xato demoqchiman. O'ta xato, o'ta. Chunki ular mana shu biznesga o'zlarini yordamini bermaguncha biza faqatgina aravani shaqillashiga ishlab yurganman. Men prosta nomimiz bor, siluet, lekin o'zimizni bundoq ko'tarsa juda ko'pchilik shunaqa ishlaganda. Lekin xo'jayinim kelgandan keyin o'sha bu kunlab, ya'ni nima qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti, qanaqa pul qayerdan. O'sha bu katta protsedura, katta ishligini ko'rganman-da. Mana shu narsa, masalan, bizani shunaqa masshtabirovost qilib, shunaqa chiqib ketishimizga mana o'sha siz aytgandek kuchli marketolog, kuchli marketing sabab bo'ldi, lekin u ishni men qilganim yo'q. Men prosta bilaman qayerga ketyapmiz, nima qilyapmiz, lekin alhamdulillah o'sha hisob kitobimiz borligi uchun o'sha o'ylagan niyatlarimizni, ya'ni olib ketilyapti. Bu oilaviy biznesga aylanib ketdi-da. Oyliklarni o'zingiz chiqarasizmi? Ili ko'rib berasiz? Men prosta qarab beraman. Nima bo'lyapti, o'zi qanchaga oldik, chunki shunaqa klientlarimiz bor. Ba'zida meni aralashishim hammaga og'irlik qilib ketadi. Chunki men klientlar bilan o'zim gaplashib narxga olaman, ulardan qancha pul olganim esimdan chiqib ketadi. Keyin bu yoqda chiqmaydi. O'sha zakaz qolib ketadi. O'sha zakaz. Yo'q, topshiriladi, uni puli qayerga ketdi, qachon olding, nima bo'ldi? Ish qilib hisob kitobga rosa zarar qilib qo'yamiz. Ha. Chunki aytaman-ku, bizda birinchi o'rinda o'sha kiyim chiqish kerak, o'sha mijoz rozi bo'lib ketish kerak. Men oldim u pulni. Qayerda desam, qayerda edi? O'shachi nima desam ekan, meni aralashuvim ba'zida qiyinlashtirib yuboradi. Men ham oldin olib turardim kassadan, masalan, yoki anaqadan. Hozir oyga tegmayman. Oldingi oydagi pulimni ishlatib turib nima qilaman va sekin-sekin o'zimga oylik shunaqa xohlaganingizda olish mumkin, kassadan olish mumkin bo'lgan pul bu juda ham katta xato hisoblanadi. Xuddi shunday. Hozir mana men shuncha masalan pul bor, lekin men qizlardan so'rayman. Menga pul tashlab beringlar yoki yonimda unaqa ko'p pul yurmaydi yoki xo'jayinimdan so'rab olaman. Ya'ni oldingidek shundoq olib shunaqa. Nima desam, hisob kitob yomon bo'ladi. U juda ham hamma mana bu atelyechilarning eng qilayotgan xatosi ham dizaynni o'zim chizaman, ham hisob kitobni ham o'zim qilaman deydigan. Ishonasizmi? Dasha hisob kitob qilmaydi. Qila olmaydi. Qilishmaydi. Juda ham qila olmaydi. Masalan, men o'zim ham qila olmaganman, siz ham qila olmagansiz. Chunki men hisob kitobga yaxshi bo'lganim uchun hisob kitob pastdan qilib yuraman. Siz qilib yurgandirsiz, lekin bunaqalar ayollarning ichida, masalan, 100 tadan bir 5-6 tasi. Shunaqa. Tikuvchilikda ayniqsa, atelye biznesida juda ham hisob kitobni qilishmaydi va bu katta xato deb o'ylayman. Shunchaki boya aytganingizdek, aravani shaqillashiga ishlagandek bo'lib qoladi. Qani hisob kitob qilmayman deyishadi. Bu anaqa даже men o'ylamayman ham, shunchaki orzularim tomon ketyapman degani bu ularni minusga olib keladi. Men ham xuddi shunaqa bo'lganman, lekin o'sha xo'jayiningiz aralashuvidan. Nima uchun aralashgan bilasizmi? Bir konteyner moli qancha, hamma pulim оборотdagi 40 ming, 50 ming dollarga shundoq mol olganman, hammasi bir xil rang chiqqan, baqlajon rang. Ya'ni o'sha ikkinchi оборотga menga pul kerak, keyin u yo'q, keyin xo'jayinim kirganlar, nima qilding? Men shundoq borganman-da, 15 minutda bo'ldi, olamiz. Bo'ldi, men juda ham tez qaror qabul qilaman va qaror qilgan qarorimga hech qachon afsuslanmagan. U to'g'rimi, noto'g'rimi? Bo'ldi, shunaqa bo'lish kerak deb. Keyin shu xayri bor ekan, men o'shani qabul qildim. Hech siqilganim ham yo'q. Nimaga bu nima qilamiz ham deb o'ylagan, hali ham turibdi, 50 ta qolgan, 5-4 yil bo'lyaptimi. O'shandan keyin xo'jayinim qo'shilgan.
keyin u pul tikdimi u pulini birinchi tikib chiqarib olmoqchi bo'lgan keyin ko'rganki bizada sistema qanaqa biza Qirg'izistondan yoki Qozog'iston molga kelyapti biz nima qilamiz biz molni yashiramiz ana ular kelyapti yashiringlar chunki ular optimga olib ketadi sizlarda qolmaydi biza qimmat sotamiz-ku o'zimizda qolmaydi men xayolimda ular emas o'zimiz qimmat sotishimiz ko'ringanda yashir qimmat sexi orqasiga yashir buni bermanglar xo'jayinim ko'rib sizlar qanaqa ishlaysiz hakikaten odam так можно было deb ular ham fabrikalar boshqargan biza deydi klient chaqirish uchun butun aeroportdan kutib olib ustiga sarpo kiydirib чтобы bizadan mol olsin deymiz sizlar bo'lsa bekitasizlar mollaring bekitasizlar ko'ylak lozimlar rosa urfga kirgan paytlari o'sha keyin o'shandan keyin o'zi kirib qarab hamma narsani потихонечку aralashgandan keyin tartib kirdi lekin ana o'sha tartibni o'zim o'rganaman deb hamma treningga yurganman hamma o'sha eng qabul qilolmaganman deydi yo'q soati $1000 ana treningni ham olganman hammasiga borganman lekin ular to'g'ri aytyapti men qila olmayapman kim qilib beradi deb o'ylab yursam shu odam bilan birga yashab kelayotgan ekanman keyin bildim o'sha sabab bo'lib ya'ni xayri o'sha meni o'sha yoningizga kirganlari yonimga kirgan ya'ni u mayli u rang hali ham turibdi lekin qo'shilib mana sarpo keyin ko'payib ketdi undan keyin meros mana alhamdulillah kirgandan keyin hisob kitob bo'lgandan keyin ishoning 4 yilda bo'layotgan ishlar bular mansa hammasi ho'p biznes bo'yicha demak sizda hozir Toshkentda filiallaringiz ko'pligi sizga hech qanaqa nima qilmaydi zarar qilmaydi hammasi o'zini qoplaydi foydasi bor bizada menda mana bitta narsani aytay men har doim bir qilmoqchi bo'lganman lekin bilasizmi nima to'g'ri bunday o'ylasangiz bir qilsangiz hamma aytadi zo'r foyda ko'radi zo'r bo'ladi lekin gap bu yerda foydada emas qanday tushuntirsam ekan filialida aynan nimada mana qarang men qizlarim meni qadrdonlarimda men masalan filialni bitta qilsam kimdir ishdan bo'shash kerak chunki ob'yom kattalashadi-yu bitta filialda kattalashadi lekin ikkalasini fokusi masalan ikkalasini didi ikkalasini ikkita atelyemmi o'zini ikki xil anosi bor tushunyapsizmi men ular уже ikki xil ikkita brend deymanda shunaqa o'zini klienti o'zini bazasi va mana shu narsani mayli saqlab qolgim keldi qiyin bo'ldi lekin Noila opa baribir bozorni o'zi shu narsani talab qiladi baribir qachondir bitta filialga keladi general Uzoqovda xuddi mana shunday vaziyat bo'ldi ya'ni bizani bitta filialimiz umuman foydaga ishlamadi ya'ni atelyemiz keyin men shu fikrda edim lekin yana bir bora o'zlariga qo'yib berishi ya'ni shular eplaydi nima desam ekan zo'r bo'ladi hali yana bir imkon bo'lib keyin T1ga biza ko'chganimizdan keyin ishoning umuman mana shu fikr masalan balki qo'shilganda ham men bunday foyda ko'ra olmas edik gap foydada bo'lsa Alloh keyin baraka berdi sinadi oldin qo'shib yuborsam bo'lardi deb o'sha yillar o'yladim lekin mayli yana chidaylik chunki alhamdulillah boshqa joydan qoplab turibdi undan keyin ular ko'chgandan keyin shunaqangi hozir masalan bir qilsak ham nabarot bizaga mana shu mijoz yo'qotishingiz mumkin demak yo'q agar bir qilsangiz bir qilsam yo'q bir qilsam menga bu ana emas nima desam ekan bu menga katta motivatsiya hozir bitta atelyemizga mana o'zimiz joy qilib berdik endi ikkinchisiga ham o'ziga uni ham arendada chiqarish meni katta bir maqsadim o'zi bular ikkita alohida brendda o'shaning uchun men просто odamlarni o'ylaganim uchun boshida foydani emas odamlarni shu qizlarimni yaxshi ko'raman shunaqa bizning komandamizni jamoamizni juda yaxshi ko'raman ularni qanaqadir anavi bo'lishini xohlamaganim uchun Alloh bilmayman bu tomondan shunaqa berdi o'zim hayron qolaman bu hech qanaqa bir biznesga balki anaviga to'g'ri kelmaydigan narsalar bo'ladi qoidalarga o'shaning uchun men biznes haqida gapirgim kelmaydi chunki bu men uchun biznes emasda bu shunaqa sevib ishchilarimni yaxshi ko'raman ishimni yaxshi ko'raman yoki pul uchun nimalarnidir qo'shib nimalardir qilgim kelmaydi o'ziga tashlab qo'yganman faqat sabr qila olsangiz bo'ldi
keladi o'ziga, faqat yaxshi ko'rib sabr qilib shunaqa ishlab berdi. Masalan, hayron qolamanda, bir yil masalan minusda bo'lgan bo'lsa, ikkinchi yil prям 200% o'sish ko'rganmiz mana shunaqasiga. 200-300%. Chunki oldin men bilmasdim. Hozir endi xo'jayinim har yili bizani animizni ko'rsatadi menga. Raqamlarni tushunmayman-ku, mana bu yoqda bu oyda buncha o'sasan, bu oyda tushasan. Shunga qarab, men bu oyda tushib ketish kerak emas, nimalardir qilish kerak desam, demak bu yerda bir nima qilish kerak. O'sha menga ular yengilroq tushuntiradi. Shu bilan harakat qilamiz. Qizlar ham biladi-da buni. Hamma aytamanki, bu bizani mana shu meros, siluet jamoamiz bu bitta katta oila bo'lib ketgan. Buni masalan pul yoki boshqa narsalar bog'lab turmaydi. O'shaning uchun biz ishchi juda kam olamiz. Kutamiz. Masalan, men juda kam qo'yaman. Ateliyada ishchi kerak deb почти umuman qo'ymayman. Chunki o'zimiz bilan, ya'ni hamma o'zimizga o'xshagan odam bo'lsa, masalan, qabul qilib olish mumkin. Bizga faqat aniq e'lon bersam ham masalan ishga o'zimnikilarni nazarda tutaman. Chunki ular juda ham ko'pdek hammasi bilan primoy bog'lana olmayman. Juda ko'p bizani bitirganlar o'zimizani. Ateliyamizni o'zi ham bilasizmi? Siz ham sezasizmi? Ateliya o'zi tanlaydi odamni. Siz aralashmaysiz. O'zi bir kishi keladi, masalan, obedgacha ketib qolishi mumkin. Ya'ni ishxonani o'zi tanlaydi. Hech narsa demaydi. O'zi ichimda chiqarib yuboradi, kerak emas. Hech kim, o'zim hayron qolaman-da. Xuddi shunaqa bir bilmadim, bu ishga men biznes sifatida yoki qanaqadir umuman oldin ham qaramaganman. Ateliyada paytim ham o'sha kichkina payti. Hozir ham prosta yaxshi ko'rgan ishim. Endi sizga yana bitta savol. Ijodingiz davomida qilgan eng yomon 3 ta xato haqida aytib bera olasizmi? Qisqa lo'nda точно qilib. Eng yomon xatolar o'sha payt xatodek ko'ringan, lekin bilasizmi, har bitta xatoyim menga shunaqangi bonuslar olib kelgan. Hammada shudek, haqiqatda kecha Azukar Marani ko'malab ham shunaqa dedilar. Haqiqatda hamma uchun xato qanaqadir tajriba olib keladi. Buni hammamiz bilamiz. Haqiqatda menda ham xato bo'lsagina o'sish bo'ladi. Hammada shunaqa. No, o'sha o'sishingizga sababchi bo'lgan 3 ta eng zo'r xatoni masalan boshqalar uchun. Eng zo'r xato. Birinchisi mana bir konteyner. Bir konteyner mol. Bunaqa xatolar 3 ta emas, juda ham ko'p. Lekin hozir ikkinchisi, birinchisi masalan noto'g'ri zakaz berilgani orqali bir xil mol kelib qolgani. Bu siz uchun xatomi, sinovmi? Bu men uchun xato emas. Bu bizani o'sishimiz kerak bo'lgan har bitta urovingdan o'tishdan oldin qanaqadir bir narsa bo'ladi. Qanaqadir sinovmi, qanaqadir faqat uni sen qabul qila olishingga bog'liq. Qanaqa qabul qilasan. Agar o'sha payt men siqilib bir nimalar bo'lganda, balki xayrini ko'rmasdim. O'shaning uchun xato deb siqilib yotadigan odam yo'q, siqiladigan xato demoqchi emasman, o'sha bizani o'stiradigan xatolardan, masalan, boshqalarga urok anaqa dars bo'lishi uchun. Ikkinchisi masalan, komanda boshqarishdan. Oldinga qaytamiz unda. Ya'ni xatoyim mani ishim kimlar qo'l ostimdagi insonlarga bog'liq deb o'ylab juda katta xato qilganman. Ya'ni bitta bichuvchimni ateliya ochishni boshlaganimda shunchalik ana bo'lib qolganman, bog'lanib qolganman. Xuddi u meni xohlagancha o'ynatavergan, xohlagan kuyga. Agar u nima qilaman, qolsa men вообще necha yil ana shunday yurganman-da. Ishim rivojlanmagan shuni orqasidan. Umuman pastga botib ketaverganmiz. Lekin o'sha ketgandan keyin zo'r o'sish bo'lganda, o'shandan anglab yetganman. Hech qachon kimgadir bog'lanish kerak emas. Umuman ayniqsa biznesda ham. Biznesda, ayniqsa tikuvchiga, bichuvchiga yoki kimgadir. Chunki hammani rizqi, nasibasini o'zi Alloh o'lchab berib qo'yibdi-da. Hamma ichingizdagi niyatga ko'p narsa bog'liq. O'sha ko'pchilik o'sha bichuvchisiga bog'lanib, o'zini xodimlariga bog'lanib qoladi-ku. Mana shu qo'rqish kerak emas undan. Ko'pincha xodim ishi olishmasligi, o'zim tez qilib tashlayman bir pasda, hozir buni kutib o'tiraman, 5 minutda qilib yuboraman, u bu deb mana shunaqa qilib rivojlanmay qolishadi-da. Ko'p ateliya egalari o'zi bichuvchi hisoblanadi va men har doim maslahat berganda, konsultatsiyalar berganda aytaman, birinchi navbatda bichuvni kimdirga topshiring. Buni faqat o'zingiz yaxshilab o'rgating bichuvni. Haqiqatda o'zingiz ham o'qing qatladadir va shu o'qigan narsangizni kelib bichuvchingizga o'rganing. Birinchi delegirovать qilishi, birinchi navbatda bichuvni
topshirishdan boshlang. O'shandagina sizga ozgina tartib kiradi, biznesingizda rivojlanish kiradi. Xuddi shunaqa xatolardan biri ham, masalan, hamma narsaga o'zim ulguraman degan xatoyim bo'lgan. O'zim qilaman, bozorga ham o'zim boraman, klientni ham o'zim qabul qilib olishim kerak. Bitishda endi men bitish topshirgandim, просто uni primerkasida o'zim turmasam qizlar eplay olmaydi degan qo'rquvlar juda ko'p meni necha yillar ushlab turgan mana shunday. Mana shu narsadan ham umuman qo'rqish kerak emas ekan. Juda ham ko'pchilik ateliye egalarida hozir shunaqa. O'sha biznes bichuvni o'zim qilmasam, o'zim primerka qilmasam, men nima qilaman? Bizdan zo'r. Masalan, menda nima o'zingiz o'tmaysiz deshadi akademiyamizda. Nima o'zingiz o'tmaysiz dars? Voy, o'zlari o'tmaskan degan narsalar bor. Lekin masalan, andazani o'tadigan ustozim mendan 10 barobar yaxshi biladi. To'ppa-to'g'ri. Men agar hozir andaza o'tib, ularga bichishni o'rganib o'tiradigan bo'lsam, men bitta masalan 3D dizaynlarni, kompyuterda tikish, chizishlarni olib kiryapmiz chet eldan. Buni fashion illyustratsiyalarni oxirgi nimalarini olib kiryapmiz. Bu narsalarni kim qiladi agar men andaza o'rgatib o'tirsam deyman-da. Mana shu narsani o'zi endi tushunib kelyapti odamlar. Oldinlari o'zingiz tikmaysizmi deb menga ham rosa ko'p so'rashardi. Hozir bizdan tikuvchilar bizdan ko'ra yaxshiroq tikadi. O'zlari yaxshi tikadi, o'zlari bizdan ko'ra klientlarni yaxshi kutib oladi. Chunki bular o'zi mana shu sohani professionalga aylanib bo'lgan. Qayta qilgani orqali faqat ularga ishonib yo'l ochib bersak bo'ldi. Erkin ijod qilishiga. Erkin ijod qilishiga. Baribir bu sohadagi har bir ayol erkin ijodkorlik xohlaydi. Keyin yana bitta xatoyim bo'lgan endi pul taqsimlashda. Birinchi bitta treningga borganimda ular menga shunaqa maslahat berganlarki, xodimlaringni time management qilishing kerak, ya'ni nechida kelib, nechida ketayotganini va oylikni birinchi o'zingga olasan. Keyin qolganlarga bo'lib berasan deb o'rgatganlar. Men qilganman buni. Qolgan butun ateliye tarqab ketishiga, mana shunday bo'lib ketishiga. Bu bizada ateliye sohasida ishlamaydigan nima desam ekan, ayol kishini baribir qanaqadir kelishib ishlaydi. Har bir ateliyeni o'zini kelishib ishlaydigan qoidasi bo'ladi. Uni kimdir aytgani uchun uni olib kelib, masalan, o'sha payt masalan men $500 to'ladim. Shu maslahat endi qilishim kerak ekan deganimda, men hozir siz bilan suhbatlashib o'tirmasdim. Lekin mana shu narsa buni balkim boshqacha ma'noda gapirgandirlar. KPI qo'ygan, ular o'shanga harakat qilsin. Birinchi uning uchun sharoit qilib berishingiz kerak-da. Siz va ishchilaringiz tayyor bo'lishi kerak. Ha, tayyor bo'lish kerak. Sistemangiz shunga mos bo'lishi kerak. Unga yarasha sharoit qilib berishingiz kerak. Bizda tayyor bo'lmagan narsa. Lekin men qilmoqchi bo'lganman. Lekin baribir tadbirkor, biznes egasi har doim riskni u o'zini bo'yniga oladi. Pul chiqadimi, chiqmaydimi, xodimlar har doim o'zini oyligini olishi shart. Siz minusda bo'lsangiz ham, arendangiz chiqmaydimi, oyligingiz chiqmaydimi, birinchi navbatda xodimlarga oyligini vaqtida berilishi shart. Unaqa demadi menga. Birinchi o'zing foydangni ajratib olasan, keyin boshqalarga berasan degan. Juda ham katta xato. Mana bu xatoni aytish kerak edi. Yo'q, reально bo'lgan o'sha narsa. Lekin ular aytgan sistemaga biz keldik 4 yildan keyin. Ha. Keldik. Lekin hali ham biz birinchi o'rinda oylik beramiz deymiz. Xodimlarning oyligi. Ungacha masalan olish ham, planировать qilish ham yo'q. Birinchi oylik berishimiz kerak. O'zi yana bu narsa olamiz, yana oylik berishimiz kerak. Oy shunaqa tez-ku. Shunaqa. Faqat o'zi shu bilan alhamdulillah mana ishlab yotibmiz. Bizda o'zi masalan oylikni men o'zim bilmayman, umuman nima qilmaganimga, kimga nech pul chiqdi. Oldindan masalan hammani o'zini kategoriyasi bo'yicha oylik oladi va bonuslari bor. Bizda o'zi hozir majlislarda har oy top menejerlarga, top ustozlarga 5 tasiga birinchi o'ringa 1,5 million, 1 million oylikdan tashqari mana shunaqa qilib qo'yganmiz va uni hammasini kompyuter o'zi ko'rsatadi. Kimda nech pul oylik chiqqani. Mana shu narsa bizning sotuv menejerlarimiz, bizda filiallarda sotuvchilar orasida plan qo'yiladi, bajariladi. Mana shunaqa ateliyalarimiz ham xuddi shu sistemaga keldik. Hozir xuddi shunday ishlaymiz. Oxirida faqatgina mana oylikka shuncha ketdi, menimcha rasxod, menimcha foyda degan nima. Endi hozir уже sotuv bo'limlari ochilyapti, marketing bo'limlari, foyda kamayib
xarajat mana shu hamma ochilayotgan narsalarni oldin 5 yil oldin hammasini o'zingiz qilgansiz. lekin hozir qilolmayapmiz. Nimaga hozir biza ham esimim qilardik, ham stories qo'yardik. Hozir reels alohida, stories men alohida. o'shancha siqilib ketaman-da. Uyda yana 5 ta bola. Nimaga sizlar qila olmaysizlar? Bitta ishga yopishib olgansizlar. Hammasini Shu xato ekan. Oldin shunaqa derdim. Oldin shunaqa bo'lganmiz, mana shuni qilishimiz kerak deb qilib ketaverganmiz-ku. Zamon o'shaning uchun boy yetyapman deb biz ham baribir chet el prognoziga qarab biznes boshqaruvi bo'yida ham baribir shunga qarab ketyapmiz. Lekin bizda o'zbekchilikda o'zbeklarni erkaklari ham ayollari ham riskovaniyroq, bilasizmi? Tavakkalga zo'rmiz. Bizda chunki dinga ishonch bor, tavakkalchilik Allohga qarab qilinadi. O'shanga hamcha bizda bu prognoz ozgina motivировать qilishi mumkin. Ya'ni o'zbeklarda o'sha chet el prognozi bizda ozgina o'zgarishi mumkin. Xarakterimiz, dunyo qarashimiz, veramiz, ya'ni ishonchimiz orqali ozgina boshqachalashish mumkin. Lekin bu narsa masalan men o'zimni ish jarayonimda aytamanki, biza baribir chet ellikdan ham o'zim ham rosa ko'p o'qiganman. Aytamanki, shuni boshqarish uchun. Lekin baribir vaqti soati kelar ekan, agar ichingda haqiqatan niyating shu bo'lsa, kimdir mana kelib nima desam ekan, tizimlashtirar ekan tekinga. Bo'lmasa tizimlashtirishi bilasizmi, o'sha payt qancha pul aytgan? Juda katta summa tizimlashtirish. O'sha paytda $17,000 hisoblashgan tizimlash. Men o'zim tizimlashtirishimga $6,000 ketdi. 6,000 yoki o'sha payti yangi bo'lgani uchunmi? Yo'q, mayli. Faqat shunaqa ishlab turaveraylik. Sizga yana bitta savolimiz, eng qizig'i, plagiat haqidagi fikringiz haqida. Plagiat, Noila Usmonova plagiat qilganmi? Noila Usmonovani xos Silhouette brendida plagiatlari ko'p bilamiz. Unga munosabatingiz? Plagiat, nima desam ekan, atelier ochganimizda ko'chirganman. Chunki ilojingiz yo'q-ku. Men tan olish kerak. Masalan, klientingiz so'rab kelib turibdi, sizga pul kerak, yo'q, ko'chirmayman deb chiqarib yormaysiz-ku. Men shunaqa vaziyatda men maslahat beraman. Qizlar, qaranglar, o'sha ko'p aytishadi, menga shu plagiat yo'q desa, "Как это? Bunaqa qilasiz, chiqazib yormaysiz, u ham pul-ku" deyishganda, men aytaman, "O'shanda siz psixolog bo'lishingiz kerak. Keling, asalim, qarang, xuddi mana bunaqa emas, mamutini sal bunaqa qilaylik, men bir rangini bunaqa qilaylik." deb turib, uni boshqarishni bilish kerak. Bu yerda уже psixologiya ketyapti, sizni muomala madaniyatingiz ketyapti. O'sha payti 10 yil oldinga qaytsak, 11 yil oldinga, u paytda iloji yo'q edi. Menga pul kerak. Menga aytilgan narsasini men qilib berganman, lekin toch qilib berishga harakat qilganman. Lekin polностью ko'chirib tashlash bo'lmagan. Men har doim klientni qomatiga qarab, o'sha siz aytgan narsani o'zim bilmagan holda ularga tavsiya berganman. Biza paytimizda masalan hozir aytib beraman-ku, bizda onlayn kurs bormidi? Biza paytimizda ustozlar nima qilishimiz kerak edi? Bilganimizni qilganmiz-ku, xohlagancha qilganmiz. Kim o'rgatgan? Hozir endi tizimli bor. Hozir mana biz aytamiz, unaqa qilmanglar, bunaqa qilmanglar. Bular lekin hozirgi pokoleniya shuni ham masalan qabul qiladigani qabul qiladi. Buni ham tushunib yetmagan. Fokusini olib olish qiyin hozir o'quvchilarning. Ana, diqqati qochgan hamma narsa. Hamma narsa bor, lekin tanlov qila olmaydi. Rosa ko'pchilik. Lekin biza paytimizda bu imkoniyatlar bo'lmagan. Lekin biza o'zimizcha, bo'ldi. Xatolar qilib, qanaqa bo'lsa bo'ldi. Nasib o'xshasa o'xshar, o'xshamasa mayli, o'zim kiyaman deb qilganmiz. Lekin hozir bizani kiyimlarimizga masalan ko'chirish haqida aytadigan bo'lsam, plagiat. Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu menga masalan motivatsiya beradi. Sizni kiyimingizni plagiat qilishligingizni jahlingiz chiqastirmaydi? Yo'q, umuman. Chunki bu ham kimgadir nimanidir qilishiga ilojingiz yo'q. Mana qarang, jahlingiz chiqdi, qo'lingizga nima keladi? Yo'q, shunaqa. Yo'q, to'g'risi, nima keladi? Kimga borib nimani dokazat qilasiz, nimani ko'rsatasiz? Yo'q, men u ma'noda aytmayapman. Hozirgi paytda mana Fashion Forumning asosiy maqsadi plagiat yo'qotish. Chunki rivojlantirish-ku asosiy tikuvchilik, dizaynerlik sohasini rivojlantirish. Plagiat bilan hech qaysi dizayner rivojlana olmaydi. Zo'r qobiliyatli, zo'r iqtidorli plagiat deb rivojlana olmay o'tiribdi. Sizga hozir bitta misol keltiraman. Biz marafon o'tkazdik yaqinda, onam tikkan ko'ylak degan. Bitta fasonni berdim. Fason yo'q, ko'chirmachi, fason yo'q, qayerdan qilamiz deganlarga aytmoqchimanki, bitta fasonni berdik. O'sha fasondan 200 ta har xil ko'ylak chiqdi.
bitta fason, hech qaysi bir-biriga o'xshamaydi. Demak Sal aytyapman. o'xshaydi, ha. Fason o'xshaydi, ha. material boshqa, guli, bezagi, unisi, bunisi boshqa bo'lib, Hamma o'zini izyuminkasini qo'shgan. umuman boshqacha narsalar bo'lib ketganda, endi o'ylang, o'shani 1000 ta odam qilsa 1000 xil narsa chiqadi. Lekin bizda Instagram bor bo'lgani uchun odamlar ko'ryapti, demak bu narsa yaxshi sotilar ekan, men risk qilib nima qilaman? O'zini shundoq ko'mayapti-da, kimnidir orqasidan ketyapti. Bu uzoqqa olib bormaydi. Bunda yana to'xtaydi. O'shaning uchun hozir o'rganadigan, men plagiatni umuman tikuvchilarni to'xtatib qo'yadigan narsa deb qarayman. Lekin boshida men tan olaman, qilganman. Lekin qilganim bilan men o'zim ustimda ishlaganman. Chunki qachongacha ko'chiraman. Qachongacha keyin biz уже o'zimizni ideyamiz, o'zimiz yo'nalishimizda chiqqandan keyin sarpoda o'zingizni topganingizdan keyin sizdan ko'chirishni boshlaydi. O'zingizni yo'nalishingizni topib olganingizdan keyin. Lekin ungacha masalan men boshim urilib chiqqanda hamma narsaga. Shundan keyin уже butun bozorlar, hamma joy bizani liboslarga hozir shunaqa qilyapti, ishonasizmi? Mana shu plagiat mana qabul qilgan bizani foydamizga ishlayapti. Ishonasizmi? Qanday? Bozor hozir Lenarani rasmini chiqaryapti-da, biz 800 mingdan adres ko'ylak sotuvdik. Shundoq qo'yapti. Bizani videomizni olyapti. Mana plagiat shu darajaga yetdi. Bizani videomizni olyapti-da, target yoqyapti. Nomi ham Sarpo bir balo. U videoni tagida shunaqa spros ko'p, odamlar undan sotib olyapti. Ko'ryapti-ku kачествосini. Bo'ldi, boshqa olmayman. Endi baribir bulardan olishim kerak ekan. Odamlar ozgina qimmatiga, lekin sifatli narsa olishga endi o'rganyapti. Dida olib boryapti. Lekin bu narsada bunaqa primoy qilishda masalan umuman bir baraka ham hech narsa yo'q. Lekin uyda o'tirib masalan tikishiga, meni fasonlarim kelinlariga tikib berishiga umuman qarshiligim yo'q. Masalan, tiksin, lekin 5 ta joyini o'zgartir deyman. 5 ta joyini. Qan materialni. Men bu gapni o'sha Iroda Agzamxo'jadan eshitdim, oldingi forumda aytdilar-da, anaqamiz edi. 5 ta joyini o'zgartir, fason saniki. O'shanda forumda ham chiqib aytdim, shu Iroda opam aytganlari haqiqatda ko'pchiligiga aytib yuraman. O'zgartirish mumkin, ozgina izyuminka qo'shish, qatinidir o'zgartirish o'zingizniki bo'ladi. O'zimizda forum bo'lganda 2023-yili men qizlarga mana shuni prezentatsiya qilib tushuntirib beruvdim. Qayerda qanaqa bo'ladi? Nimasidir yoqasini olib tashlasang boshqacha bo'ladi. Yengini fasonni o'zgartirsang boshqacha bo'ladi. Lekin ilhomlan ko'chirma. Xuddi shu narsa. Lekin bitta misol mana shu ko'ylakchadan. Ya'ni fasonlar ko'p, faqatgina o'zini ustida ishlashni boshlasa bo'ldi. Oxirgi savolimizda dizaynerlik yoki tikuvchilikni endi o'z biznesi sifatida rivojlantirayotgan tikuvchi dizaynerlarimizga bitta maslahat bering, qanaqadir o'zligisini o'sha imzoligisini topib ketishi uchun, plagiatsiz ishlashi uchun, daromadga kirishi uchun, sizdagi filialni ochilishi uchun. Bilim va sabr bilan harakat qilish kerak. Hozirgi paytda o'zimizni ham tinmasdan bilim olamiz, bilim bersak ham. Chunki bundan boshqa iloji yo'q. Ana affirmatsiya aytasizmi, vizualizatsiya qilasizmi, nimalarnidir o'ylaysizmi, lekin turib, mana bu kreslodan turib harakat qilmasangiz, mana ertaga forum qilyapsiz, forumingizga ham kelib shuncha o'tirib qarsoq chalib ketdi deb harakat qilmadimi? Bo'ldi. O'sha harakat qilish kerak. Vaqtida olyapsiz. Masalan, marafonning ideyasi menga bomdodda keldi. Kelganimdan ishga o'sha yozdirib, o'sha e'lon qildirdim. Qarang qanchalik. Chunki o'sha ideya menga keldim, ya'ni ko'pchilikka keladi. Kim birinchi harakat qilsa o'sha oladi. O'shaning uchun harakat qilish kerak. Bilim olgandan keyin odam o'ziga ishonch ortadi va qo'rqmasdan harakat qiladi. Bilim baribir o'ziga ishonch beradi. Harakat qilish uchun bilim kerak-da, ya'ni tezroq, qo'rqmasdan, shaxtamroq harakat qilish uchun. Lekin buni bilasizmi, hozir mana balans bor-da, baribir hayotda. Mana siz aytyapsiz, men aytyapman, lekin odamlarda baribircha tanlov qilish qobiliyati
kimdir qiladi, kimdir qilmaydi. Endi hayotda liderlar ko'p bo'lar ekan, ko'p bo'lmas ekanda, именно o'sha liderlar agar hamma qilganda hamma Noila Usmonova bo'lardi. Hamma Zulfiya Sulton bo'lardi, hamma yoki Iroda Akzamxo'ja bo'lardi. Aynan liderlar kamligi uchun ham harakat qilganigina, o'sha qiyin yo'lni tanlaganigina lider bo'ladi. Hamma unaqa qilsa hayotda mazmun bo'lmasdi. To'ppa-to'g'ri. Endi bitta narsa aytaman. Hozir biz chiqamiz, bizlar как dizayner sifatida chiqamiz. Odamlar ko'ryapti-da, hammani dizayner bo'lgisi kelyapti Gulchehra, lekin qaysi tikuvchini bilasiz yoki qaysi bichuvchini bilasiz, lider bo'lib chiqqan. Bichuvchilar endi chiqyapti. Tikuvchilardan yoki masalan optim shunaqa fabrikalarda shunaqa optniy zakroyshiklar bor. Kimni bilasizlar? Bilasizmi, tikuvchilik faqat dizaynerlik emas. Tikuvchilik juda katta narsa. Lekin bizda faqat dizaynerlarni ko'rib qolyapti-da. Lekin dizaynerlik uchun bu mehnat qilish bilan birgalikda o'zingizdan yasashingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Bu katta, bu qiyin yo'lda. O'ta qiyin yo'l deyman. Chunki o'zingiz masalan aytaverasiz, palonchi dizaynerman, palonchi brend egasiman deyverasiz. Hozir oson bo'lib qoldi, birga chiqarib atelyezga brend deb yozib qo'ysangiz, lekin uni xalq sizni tan olish kerak-ku. Brend sifatida. Ha, o'zingizga o'zingiz brend bo'lish oson. Hamma brend hozir, lekin tan olish kerak-ku. O'shaning uchun aytaman-da, tikuvchilik juda katta soha. Bu galgi 3-Fashion Forum mavsumimiz, xudo xolasa sizni ham spikerligiga yo'q, men chiqmayman. Yo'q, men sahnaga chiqsam yo'q, reально menda ana mikrofondan fobiya bor. Bu gal divanchiklarda o'tiramiz, suhbat tariqasida bo'ladi. Asosiy bilimli mana shu intervyularimiz orqali bo'ladi va bu galgi forumda biz asosan homiylarni ham shunaqaga qarab jalb qilyapmizki, homiylar qanaqadir bilimni, qanaqadir nimani qatnashchilarimizga bera olsin. Homiylardan masalan pul olamiz, nima qilamiz, lekin bu xarajatlar uchun olingan pullarning hammasi puldan tashqari bizga o'sha yerdagi 800 ta qatnashchiga bera oladigan manfaati. Masalan, birka ishlab chiqaruvchi korxona homiy bo'lyapti, ular faqatgina birkani unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar tajribasini aytadi va bundan tashqari ular qanaqadir qiymat berish kerak, qanaqadir bonus berish kerak. Masalan, hozir kamida yaxshi joyga, korxonaga birka qildiraman desangiz 10 mingta tirajli yoki bo'lmasa 5 mingta tirajli. Bizga qanaqadir 1000 ta tiraj deb qilib bera oladigan darajada bo'lsin. Tikuv mashinasi qanaqadir bonus bersin yoki bo'lmasa maniken yoki patentlash markazi homiy bo'lyapti. O'shalar ham qanaqadir bonus berishsin. Kelgan nimalar bekorda faqat bilim olinmaydi. Bu gal katta bonuslarga ega bo'lishadi. Sizni speaker sifatida o'tda ko'rishga bugungi mavzu siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar siz tikuvchilik, dizayn va hunarmandchilik sohasida chuqurroq bilimga ega bo'lishni, o'zingizni brendingizni rivojlantirishni va daromadingizni oshirishni istasangiz, sizni 2025-yil iyun oyida bo'lib o'tadigan Fashion Forumning 3-mavsumida ishtirok etish uchun taklif qilaman. Bu forum shunchaki seminar emas, bu siz uchun qimmatli tajriba, yangi bilimlar, ilhom va real imkoniyatlar maydoni. Nega aynan bu forumni o'tkazib yubormasligingiz kerak? O'z brendini muvaffaqiyatli yo'lga qo'ygan o'zbekistonlik va xorijiy tajribaga ega dizaynerlar bir sahnada siz uchun o'z tajribalarini bo'lishishadi. Brend nomini tanlash, logo tayyorlash, sifatli birka va aksessuarlar, patentlash xizmati va paketlar bo'yicha mutaxassislar o'z maslahatlarini berib borishadi. Faqat forum ishtirokchilari uchun maxsus bonuslar va maxsus takliflar shu kuni taqdim etiladi. Marketing, moliya boshqaruvi, soliq tizimi, bank xizmatlari va hunarmand uyushmasidan maxsus maslahatlar siz uchun beriladi. Shuningdek, yangi xizmatlar, kontraktlar va siz kutmagan imkoniyatlar sizni kutadi. Fashion Forum bu tikuvchi, dizayner va ishlab chiqaruvchi uchun haqiqiy xazinali maydon hisoblanadi. Bu yilgi Fashion Forumning 3-mavsumida o'z joyingizni band qilish uchun video tagidagi silka orqali ro'yxatdan o'ting. Fashion Forumda ko'rishguncha. O'zingiz masalan aytaverasiz, palonchi dizaynerman, palonchi brend egasiman deyverasiz. Hozir oson bo'lib qoldi, birga chiqarib atelyezga brend deb yozib qo'ysangiz, lekin uni xalq sizni tan olish kerak-ku. Brend sifatida. Ha, o'zingizga o'zingiz brend bo'lish oson. Hamma brend hozir, lekin tan olish kerak-ku. O'shaning uchun aytaman-da, tikuvchilik juda katta soha.